Ejon Boboxon bobomiz, ular katta bobomiz, ularning otalari Eshon Abdulmajidxon ibn Eshon Yunusxon bo'lganlar. 8-asrdan kelayotgan shajara bor. Hammalari shu O'rta Osiyo mintaqasida islom dinini tarqatib yoyilishiga sabab bo'lishgan. Birinchi ta'limni ham shu kishidan olganlar, a? Hatto o'sha bobolarimiz ichida tafsir yozgan Qozi Bayzoviy ham borlar. 28-yilda haqsiz qilib o'ylari musodara qilib, ularni o'sha 28 jonni o'ydan chiqarib yuborgan. Bolalarni harqatga joylaganlar-da, Qorasaroyda bir qo'rg'onchidan joy olib, joy qilib, kech kuzda ko'chib kirishgan ekan. Oyimlar rahmatli eslardilarki, nafaslarimizga uy qurmasdan kirishgan ekan, qish bo'lib ketganda, nafaslarimizga bug'doylar unib chiqqan, tanchaga yopilgan ko'rpalar kul bo'lib qolardi, dirdilar. Shunaqa qiyin vaqtlar bo'lgan ekan o'sha davrlar. O'sha yerda keyin bobomlar farzandlarini yonlariga olib bog' yaratganlar.